Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va bizni kuzatib borayotgan barcha internet ahliga Xudo xolasa gazoblok sohasida polniy avtomat liniyani noldan yasalish jarayonlari ketyapti mana. Xuddi mana shunaqangi ranalarimiz bo'ladi. Sement va qum uchun bochkalarimiz. Bu polniy avtomat tezadachi hamma o'zi qumini, sementini kilolab tortib chiqadigan liniyamiz bo'ladi Xudo xolasa. Bu ham zakazga yasayapmiz. Bochkalari ham mana bunaqangi to'rtburchak xohlaganlarga yumaloq deganlar yumalog'idan, to'rtburchak deganlar to'rtburchakdan Xudo xolasa to'rtburchakda sement tushishi yaxshiroq bo'lgan hisobiga to'rtburchak qildik bunisini. Zakazga mana bunaqangi shitlardan bo'ladi xolasa, terma nimalari ham hamma yo'qlari. Bu avtomatli reskamizning shitlari. Bitta knopkaga bosib o'zi kesib o'zi chiqib chiqadiganlardan bo'ladi. Bu polniy liniyani yasalish jarayonida xolasa. Endi o'zimizning pol avtomat liniyamiz bor, ishlab turgan. Hozir ko'rasizlar. Bu pol avtomat liniyamiz. Bu ham sal takomillashgan variantda xolasa lentalar bilan chiqadigan bo'ladi. Qum sementlarimiz. Xuddi shu holatda sement bilan tashlanadi. Bu yoqqa mana lentamizni ochib beradi. Hozir birinchi holatimizni quyish boshlandi o'zimizda. Bugungi sanamiz 25-iyun sanasiga baholasa 9:30da ishimiz boshlandi. Suv sistemalarimiz ham katyolda isitiladi. Ko'p rasxodimiz yo'q, umuman pastlik soatda. Mana bunaqangi bochkalarga katyol isitish hisob bo'ladi. Katyolimiz ustup qilinmagan, katta katyollardan bo'ladi. Turbalarimiz ham Qolparimiz ko'rishingiz mumkin, hech qayerda yanilmagan, yog'langan holatdagi qolib turibdi. Qum sementlar tushib bo'ldi, hozir ximikatlarimiz birinma-ketma solish jarayonlari bo'lyapti xolasa. O'zining ketma-ketligi bor, sekundlari bor, hammasini xuddi shu holatda tayyorlanadi. Mana bunaqangi qolipimizga quyiladi. Tayyorlangan rastvorimiz Haqiqatan uchun deydigan savollar bo'lishi mumkin. Haqidamiz bizlar boshqalar ko'p qolish hisobiga qolipimizni haqida yubormaslik bo'ladi. Qolipimizni ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday tuyuladi. Tayyor bo'lgan qoliplarimiz mana bunaqangi liniyalarda yurib birinchi qolipimiz Xudo xolasa tayyor holatda. Tayyor quyilgan rastvorimiz xuddi shunaqangi holatda o'rab qo'yiladi va 3 soat 4 soat davomida ishimiz pishish davomida bo'ladi. Yarim holatda quyilgan rastvorimiz ko'rib turishingiz mumkin 10 daqiqa 15 daqiqa ichida o'zi qolipimizdan ko'tarilib chiqadi. Hamda 3 soat 4 soat ichida mana bunaqangi avtoreskalarimiz tagiga keladi. Avtoreskamiz ham to'g'ri oldik, zamonaviylashtirilgan. Xudo xolasa hamma yo'q joy-joyida standart razmerlar beradi. 90 gradusga aytadi, bemalol olsa ko'rib turishingiz mumkin. 220 ga ishlaydigan holat qilingan hamma yo'q bu yerda. Orada mana bunaqangi ubitkalar ham chiqib turadi. Hammada bitta bizda emas, yo boshqalarda emas, hammada shunaqangi ubitkalar ham chiqib turadi. Tayyor bo'lgan kesib, u yoqda kesilgan qolipimiz bu yoqqa o'tib bu liniyaga o'tadi. Bu liniyadan tayyor bo'lgan g'ishtlarimiz xuddi shu holatda mana bunaqa bo'lib chiqib ketaveradi. Tayyor paddollarga 40 tadan qilib qoplangan, tayyorlangan bu g'ishtlarimiz. Xudo xolasa sifatlari o'ta a'lo darajada. Kimga shunaqangi gazoblok yoki gazoblok stonoklari kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilib og'zaki aytib o'tadigan bo'lsak 93 kodi bilan 750 63 63 telefon raqamlari, 91 kodi bilan 761 64 64 telefon raqamlari Xudo xolasa doimiy ish faoliyatida bo'ladi. Birinchi quygan qolipimiz o'sha ishib chiqishni boshladi. Reaksiyaga kirishib ko'rishingiz mumkin. Yarim holatda quygan holati o'sha 10 cm, 12 cm oralig'ida
ish pishishni boshladi. 10 daqiqa ichida mana shu ishimiz ish pishib tayyor holatda bo'ladi va buni 3 soat davomida kutiladi. 3 soat davomida kutilgandan keyin kesib, mana shu xuddi shunaqangi podolga terishni boshlanadi. Bizni kuzatib borishda davom etsangiz, xudo xolasa, polniy avtomat liniyani ham bitgan, o'rnatilgan holatlarni ham videoga olib tashlaymiz nasib bo'lsa. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar.